Hozirgi vaqtda qalampir nech pul turadi? Nari borsa 15-20 ming so'm, to'g'rimi? Ammo Navoiyda 2 dona qalampirning narxi 2 milliard so'mga aylandi. Do'konga kirgan xaridorga xarid qilingan qalampir mahsuloti uchun 20 ming so'mlik chek urish o'rniga anglashilmovchilik sababli 2 milliard so'mlik chek urib yuborilgan. Adliya vazirligining ma'lum qilishicha, ushbu holat sodir bo'lgach, tadbirkorga katta miqdordagi ortiqcha soliq qarzdorligi yuzaga kelgan. Shu sababli u 2 milliard so'mlik chekni bekor qilib berishni so'rab, soliq boshqarmasiga murojaat qilgan. Ammo boshqarma chek ma'lumotlarini tahrirlab bo'lmasligini ma'lum qilgan hamda muammo hal etilmagan. Xatirchi tuman adliya bo'limi tomonidan javobgar Navoiy viloyat soliq boshqarmasining 2025-yil 17-aprel kunidagi chekni tahrirlamaslik xatti-harakatini qonunga xilof deb topish yuzasidan Navoiy tumanlar aro ma'muriy sudiga shikoyat kiritilgan. Natijada soliq boshqarmasi mansabdor shaxslarining xatti-harakatlari qonunga xilof deb topilib, to'liq tadbirkor foydasiga sudning hal qiluv qarori qabul qilingan.